Assalomu alaykum. Xayrli tong barchaga. Tomosha qilayotganingiz O'zbekiston 24 telekanalda O'zbekiston vaqti bilan dasturi. Assalomu alaykum. Dasturni men Nargiza Mamasoliyeva va hamkasbim Suhrob Xayriyev olib boramiz. Bugun 13-mart, payshanba. Xabaringiz bor, bir necha kunlardan beri biz Toshkent Cityda joylashgan Hilton mehmonxonasining 21-qavatidamiz. Jonli bog'lanishlarni, jonli dasturlarni e'tiboringizga havola etyapmiz. Bugun ham siz uchun tayyorlab qo'ygan qiziqarli ma'lumotlarimiz, lavhalarimiz bor. Dasturimizni tomosha qilish jarayonida barchasiga o'zingiz guvoh bo'lasiz degan umiddamiz. Bugungi kun nimasi bilan e'tiborli desangiz, bugun butun jahon buyrak salomatligi kuni ekan va shubhasizki, buyrak tanamizdagi eng kerakli organ hisoblanadi, chunki u hayot manbai bo'lgan qonni tozalaydi. To'ppa-to'g'ri Nargizaxon, to'g'ri aytdingiz. Bir qiziqarli ma'lumotni o'qib qoldim. Mana shu buyraklar hattoki mushtimizdan ham kichkina bo'lgan buyraklar 1 soatda 50 litrgacha, 1 sutka davomida esa 1,5 ming litrgacha qonni tozalay olish xususiyatiga ega ekan. Oho, shifokor bo'lib keting-a. Endi dasturga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bu ma'lumotlarni o'qidim va buyrak transplantatsiyasi mana shu organi bilan kasallangan insonlar uchun eng samarali yechim hisoblanadi. Bu esa o'ziga xos murakkab jarayon hisoblanadi. Xabarlarga qaraganda, ma'lumotlarga qaraganda, Yevropaning bir qator davlatlarida buyrak transplantatsiyasini amalga oshirish 80 ming dollargacha turar ekan. Ayrim sharq mamlakatlarida esa shuning yarmi, mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida 30-40 ming dollarni tashkil etar ekan. Oho, lekin bilasizmi Suhrob, bunday murakkab amaliyotlar bizda davlatimiz tomonidan bemorlar uchun bepul amalga oshirilyapti. Hattoki tasavvur qilyapsizmi? Hattoki sifat a'lo darajada ekanligidan chet eldan bemorlar ham kelib bizda shifo topayotgan ekan. Bundan faqat va faqat xursand bo'lishimiz mumkin, sababi tibbiyotimiz rivojlanayotgandan darak beradi. Aynan bugungi sana munosabati bilan Toshkentda buyrak kasalliklariga bag'ishlangan qator xalqaro konferensiyalar ham o'tkaziladi. Biz ham erta tongdan bu mavzuga alohida to'xtalamiz va hozir muxbirimiz Nigora Abduqodirovaning lavhalariga birgalikda e'tibor qaratamiz. Marhamat. Hayotda ikkinchi imkoniyat haqida ko'pchilik o'ylaydi. Agar vaqtni orqaga qaytara olganimda edi, agar hammasini boshdan boshlash imkoni bo'lganda edi degan gaplarni ko'p eshitgandirsiz. Siz u menga ilojsiz ko'rinishi mumkin, lekin hayot kimlargadir ana shu imkoniyatni beradi desam ishonasizmi? Gap organ ko'chirib o'tkazish operatsiyalari haqida. Masalan, mana shu kabi operatsiya zallarida respublikamiz bo'ylab yuzlab organ ko'chirish amaliyotlari o'tkazilmoqda. Va ularning har biri insonlarga yangi hayot berish uchun bir imkoniyat aslida. Transplantatsiya bu shunchaki organ donorligi emas, bu imkon berish, insonni yana kulishga, orzu qilishga va yashashga bo'lgan umidini uyg'otish. Qoraqalpog'istonlik Dilfuza opa farzandiga buyrak donori bo'ldi. 39 yoshli ayol 16 yoshli o'g'li Sulaymonga ikkinchi marta hayot berdi. Balamni 3 yoshdan beri Toshkent qalasiga kelib emlataman. O'ng buyragi ishlamay qoldi. Nefrologiya doktorimiz aytdi, balangiz dializga kelib turibdi dedi. Men dializga niyaqmayman, o'zim buyragimni beraman dedim. 15-fevralda shep buyragimni balama berdim. Davlat tomonidan yordam berdi, pul tashlab berdi operatsiyalarimizga. O'zbekistonda tibbiyot yaxshi tomonga rivojlanyapti. Hindistonga borib yurish shart emas. O'zimizning Toshkentda ham malakali shifokorlar ko'p. Kayfiyatingiz yaxshimi deb kunda gaplari bilan bizlarni davoladi. Uydagilar kimlar analiz topshirdi donor bo'lish uchun? Donorlikka o'zim topshirdim. O'zingiz qanaqa his qilyapsiz hozir? Sog'ligingizda muammo yo'qmi? Yo'q, hozir yo'q, yaxshi bo'lib ketdik. Balamning to'ylarini ko'rsam, katta o'qishlarda o'qish kerak. Buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyotlarini O'zbekistonda qilinishi bu O'zbekiston tibbiyotining bir yutug'i deb bilaman. Bolalar milliy tibbiyot markazida donorlardan olinadigan buyrakni biz kam invaziv laparoskopik usulda amalga oshirib kelmoqdamiz. Buyrak ko'chirib o'tkazishning o'ziga xosligi bu ko'p holatlarda donorlardan chap tomondan olinib o'ng tomonga o'tkaziladi. Oxirgi marta biz amalga oshirilgan o'ziga xos kechdi, ya'ni bemorning chap buyragida toshlar va buyrakning saqlagani uchun u buyrakni olib tashlab
bemorning chap tomoniga donordan olingan buyrakni joylashtirdik va bu operatsiya men o'ylaymanki O'zbekistonda birinchi marta amalga oshirildi va muvaffaqiyatli yakun topdi. Qo'limdagi mikrofon 8 sm atrofida tushunishingiz uchun 7 yoshli bolaning buyrak o'lchami taxminan mana shunday bo'ladi. Hatto bundan ham kichkinaroq. Bolalar milliy tibbiyot markazida o'tkazilgan buyrak ko'chirib o'tkazish operatsiyalaridagi eng kichik bemor ham 7 yoshda bo'lgan ekan. Unga ham onasi donorlik qilgan va hozirda bolakayning ahvoli yaxshiligi va u tengdoshlari bilan birgalikda sog'lom hayotga qaytganligini aytishdi shifokorlar. 10 yil oldin buyrak transplantatsiyasi chet elga borishga talab qilardi. 5 yil oldin markazga kelish kerak bo'ladi. Hozirgi kunda buyrak transplantatsiyasi yo'lga qo'yilgan. Bemor hattoki o'zini hududi bo'yicha davolanishi mumkin, transplantatsiya o'tkazib, bemalol reabilitatsiyani ham o'zi turar joyi bo'yicha o'tkazishi mumkin. Eng murakkab operatsiyamiz bu bizning markazimizning faxri hisoblanadi. Bu jigar ko'chirib o'tish bolalarda. Jigar ko'chirib o'tish ayniqsa bolalarda. Bu nafaqat xirurgiyani, tibbiyot cho'qqisi. Chunki juda katta multidisiplinar yondashuv talab qiladi. Maqsad qo'yganimiz yilda oxirigacha chaqaloqlarda jigar ko'chirib o'tishni ta'minlash. Bundan oldin nobud bo'ladigan bemorlarga imkon yaratiladi yashab ketishiga. Ma'lumot o'rnida bolalar milliy tibbiyot markazida o'tgan 2024-yilda jami 6100 dan ortiq jarrohlik amaliyotlari o'tkazilgan bo'lsa, ulardan 4,5 mingga yaqini murakkab yuqori texnologik operatsiyalar hisoblanadi. O'zbekiston sharoitida buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyoti bolalarda 100 ga yaqin amaliyotlar o'tkazilgan bo'lsa, bolalar milliy tibbiyot markazida 25 nafar buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyotlari bajarilgan bo'lsa, shuni 3tasi laparoskopik usulda, ya'ni kaminozili usulda donordan buyrak ko'chirib o'tkazish amaliyoti bajarildi. Avvallari og'ir turdagi jarrohlik amaliyotlarini xalqimiz majbur bo'lgan o'sha chet davlatlarga borib 25 ming, 30 ming dollarga o'tkazishga. Quvonarli jihati shundaki, davlat tibbiy sug'urta xizmati mablag'lari hisobidan xalqimiz navbat asosida bepul jarrohlik amaliyotlari o'tkazish imkoniyatiga ega. Nafaqat Markaziy Osiyo davlatlarida, balki dunyoning boshqa, ya'ni Yevropa mamlakatlaridan ham bolalar milliy tibbiyot markaziga kelib jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirilayotgan insonlar soni keskin ortib bordi hozirgi kunga kelib. Bugun misol uchun markazimizda yurak jarrohlik amaliyoti amalga oshirilayotgan bo'lsa, bemor Germaniyadan kelgan. Bu o'z o'rnida o'sha Yevropada bu amaliyotlar qimmat bo'lganligini hisobiga va bizning mutaxassislarimiz dunyodagi rivojlangan mamlakatlar mutaxassislari bilan bemalol raqobatlasha olayotganini ko'rsatadi. Buyrak transplantatsiyasi buyrak yetishmovchilik bilan yashayotgan insonlar uchun eng samarali yechim. Davlat rahbari tomonidan sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish, transplantatsiya jarayonlarini takomillashtirish va donorlik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasida sohada zamonaviy texnologiyalar joriy etilib, ko'plab insonlar sog'lom hayotga qaytmoqda. Butunjahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda buyrak kasalliklariga chalingan bemorlar soni dunyo aholisining 10% ni tashkil qilmoqda va afsuski bu ko'rsatkich kundan kunga oshib bormoqda. Yaxshiyamki tibbiyotimiz rivojlanishi natijasida bunday jarayonlarning bir muncha oldi olinyapti. Bugun ham studiyamizga mehmon chorlaganmiz va shu sohaga begona bo'lmagan insonni taklif etganmiz. Studiyamizning dastlabki mehmoni Bolalar milliy tibbiyot markazi direktori, tibbiyot fanlari nomzodi Baxtiyorjon Umarov. Ular bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, Baxtiyor aka. Xush kelibsiz. Rahmat. Ko'rganimdan xursandman. Yaxshi keldingizmi aka? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, a'lo. Erta tongdan siz bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz, juda ham mamnunmiz va buyrak haqida gapiryapmiz. O'zi mana shunday kasalliklar yuzaga kelmasligi uchun, ularni oldini olish uchun biz salomatligimizga e'tiborli bo'lish maqsadida nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak aslida? Sog'lik yo'qotilishdan oldin salomatlikda, u yo'qotilgandan keyin kasallik. O'sha uchun buyrak transplantatsiyasi haqida gaplashamiz, lekin buyrak transplantatsiyasi ming afsuski buyrakning surunkali kasalliklarining oxirgi bosqichi hisoblanadi. Bu davo chorasining oxiri. Undan oldin har bir kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish ma'qulroq va bu ham inson o'zining hayotining sifatli davom qilishi hamda davlat byudjetiga ham ancha foyda bo'ladi. Shuning uchun insonga sog'lik bir marta beriladigan tuhfa hisoblanganligi uchun barcha o'z buyragini va bundan tashqari barcha organlarni salomatligini o'zi asrashi, oldindan doimiy ravishda nazoratda bo'lishi, belgilab qo'yilgan muddatlarda tibbiy ko'riklardan o'tib turishi tavsiya qilinadi. Baxtiyor aka, bir savolda hozir bizni ko'rib turgan teletomoshabinlarimiz ham qiziqishyapti. Buyrakni sog'lom saqlash uchun kunning birinchi qismida 1,5-2 litr suvni ichish kerak ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Buyrakka ortiqcha bosim bo'lmaydimi bu qadar ko'p suvni iste'mol qilsak?
Organizm shunday murakkab yaralganki, hamma narsadan o'ziga keraklisini ushlab qolib, qolganini tashqariga chiqarib yuborish xususiyatiga ega bo'lganligi uchun albatta suv hujayraning tetikligini ta'minlab turadi. Bu ertalab mana birinchi kunning birinchi yarmida deyapsiz, sababi kunning birinchi yarmida odam aktiv hisoblanadi. Aktivlikni bu hujayraning, to'qimaning o'sha to'liqligi, tetikligi organizmga o'sha aktiv holatni olib kelganligi uchun ertalab kunning birinchi yarmida suvni ko'proq iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Demak, bu to'g'ri. Kunning ikkinchi yarmida iste'mol qilsa-chi, uxlashdan oldin masalan. Endi kun davomida o'zi 3-5 litr atrofida suyuqlik iste'mol qilinishi kerak. Albatta faqat suvdan iborat emas, balki iste'mol qiladigan suyuqligimiz 3-5 litr atrofida bo'lishi kerak. Bu suyuqlikni o'z me'yorida organizm qabul qilinishi nafaqat buyraklar, barcha organlarning o'z vazifasini bajarishga hamda har qanday kasallik holatlarini organizmni yutib chiqishiga, bu immunitetga, odam organizmining sog'lom turmush tarziga ichadigan, qabul qiladigan suyuqligining ahamiyati juda katta hisoblanadi. Baxtiyor aka, hozirgi kunda bolalar tibbiyot markazida ancha bolajonlar o'z dardiga shifo topyapti, davolanyapti va aytishimiz kerakki, bu bolalar milliy tibbiyot markazining me'morlari, tashabbuskorlaridan albatta davlatimiz rahbari hisoblanadilar, to'g'rimi? Mana bizning markazimiz, men har doim aytaman, bu birinchi marta emas, juda yirik loyiha, O'zbekiston tibbiyotidagi eng yirik loyiha hisoblanadi va bu loyihaning me'morchisi deb men ta'riflayman, har doim hurmatli prezidentimiz hisoblanadi. Juda yirik loyiha deganim bu barcha tomonidan mukammal o'ylangan tibbiyot markazi hisoblanadi va ochilganiga 5 yil bo'lganiga qaramasdan hozirgi kunda yer yuzining 20 ga yaqin eng rivojlangan davlatlarda o'tkaziladigan amaliyotlar bizni O'zbekistonimizda, o'sha bizni bolalar milliy tibbiyot markazida o'tkaziladi. Bu qatorda mana buyrak ko'chirib o'tkazishning kam invaziv yo'llari, o'sha laparoskop orqali donordan buyrakni olish hamda resipiyentga qo'yish amaliyotlarini bajarish, jigar transplantatsiyasi hamda o'sha hurmatli prezidentimizning xalqqa bergan va'dalari bor edi. Onkologik kasalligi bo'lgan bolalarda biz suyak ko'magini ko'chirib o'tkazishni amalga oshiramiz O'zbekistonda birinchi marta. Bu va'dalarini ijrochi sifatida o'zlari yaratgan yirik loyihada biz o'sha onkologik kasalligi bo'lgan bolalarda suyak iligini ko'chirib o'tkazish amaliyotini bajardik. Hozirgi kunda 30 ga yaqin bemorda o'tkazganmiz. Xudoga ming marta shukr aytamizki, bu hammasi положительный dinamika bergan va ularda o'sma kasalligi boshqa asoratlangani yo'q yoki ko'payib metastaz holatlariga olib kelgani yo'q. Tushunarli, Baxtiyor aka. Shu dasturga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bir ma'lumotga ko'zim tushdi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumot eshitishim bo'yicha o'tgan yil davomida 6000 dan oshiq yirik ishlarni amalga oshirgan ekan, davolash ishlari amalga oshirilgan ekan, to'g'rimi? Bir yil davomida 6000 dan oshiq. Bu degani endi hisoblaydigan bo'lsak, hozir bir yilda hisobladik, bir kunda 16 va undan oshiq murakkab operatsiyalarni tashkil etyapti, to'g'rimi? Sal ma'lumotga qo'shimcha qilaman. 6200 ga yaqin amaliyot bajargan bo'lsak markazimizda, bu yilma-yil o'zini markaz o'zini haqiqatda yaratilganligi va jahon standartlari asosida ekanligini ko'rsatib bergan, har yili oshib borayapti. Bu markaz faoliyatini to'la to'kis ishga tushiryapmiz va 6200 ta amaliyot bu juda yuqori texnologik hamda noyob operatsiya turlari hisoblanadi, murakkab operatsiya turlari hisoblanadi. Bizning markazimiz shu dunyoda bugun yangilik amaliyot o'tkazilayotgan bo'lsa, shuni darrov o'zlashtirish imkoniyatiga ega. Sababi hurmatli prezidentimiz 2017-yil markazimiz qurilishiga start bergan bo'lsalar, bu dunyo standartlari asosida qurilgan tibbiyot markazi hamda o'sha eng oxirgi modeldagi tibbiy asbob uskunalar bilan jihozlanishi hamda barcha mutaxassislarimizning, hatto nafaqat shifokorlarimizning, balki texnik xodim hamda hamshiralarimizning chet elda o'qitilib, o'sha chet el standartlari asosida ishlatishi o'rganib markazimizga olib kelingan hamda bugungi kunda o'sha dunyoda bajariladigan deyarli barcha amaliyotlar bolalarda 0-18 yosh oralig'idagi bolalarda O'zbekistonda bajariladi hamda markazimiz yana bitta
bitta e'tirof, juda yuqori e'tirofga sazovor bo'lgan, xalqaro e'tirofga o'sha O'zbekistonda davlat tibbiy tizimi orasida GC akkreditatsiyasini qo'lga kiritgan yagona markaz hisoblanadi. Va bu o'sha Amerikaning akkreditatsiyasi hisoblanadi va bu dunyoning mingta atrofi klinikasiga berilgan akkreditatsiya hisoblanadi. Va o'sha auditorlar kelgan, Amerikadan kelgan auditorlarning aytishi bo'yicha dunyoda GC akkreditatsiyasi faqatgina ko'p tarmoqli tibbiyot markazlari qo'lga kiritgan va alohida bolalar klinikasi struktur shaklida GC akkreditatsiyasini birinchi marotaba biz alohida klinika sifatida beryapmiz. Bu ham nimani anglatadi? Bu ham hurmatli prezidentimizning bolalar salomatligiga qaratayotgan alohida e'tiborlari hamda bolalarimiz salomatligini o'ylab va ularning sog'lom hayotga qaytarish yoki nogironligini oldini olish, hayot sifatini yaxshilash borasiga alohida qilayotgan e'tiborlarini samarasi hisoblanadi. Va eng quvonarlisi bilasizmi nima Suhrob? Buyrak ko'chirish amaliyoti bugungi kunda respublikamizning barcha hududlarida amalga oshirilayotgan ekan. Respublikamiz bo'ylab, Respublika bo'ylab barcha hududlarda va bir joyda o'qib qoldim. Ushbu amaliyotdan so'ng bemor umri 30-40 yilga uzayar ekan. Ana mana bitta narsa bugun ham o'zi to'g'risini aytaman, hududdan kelyapman. Sababi hurmatli prezidentimiz har bir vazirlik o'zini sohasi bo'yicha mahallabay ishlash tizimi yo'lga qo'yib berdilar. Bu ham nima beryapti bizga? Bu biz hozir bemorlar bizni qidirib poytaxtga yoki respublika markaziga kelishini hojati yo'q. Biz o'zimiz uyma-uy yurib bemorlarni ko'rib, ularni dardini eshitib va ularga o'z vaqtida yuqori texnologik amaliyot tumanning o'zida, viloyatda yoki respublika darajasida amalga oshirilyapti. O'zi a'zolar, to'qimalar ko'chirib o'tkazilishi ma'lum muddat O'zbekistonda amalga oshirilishi to'xtatib qo'yilgan edi. Hurmatli prezidentimiz o'sha faoliyatlarini ilk yillaridan o'sha a'zolarni ko'chirib o'tkazish amaliyotini O'zbekistonda qaytadan yo'lga qo'yib berdilar va bu hozir faqat respublika markazlarida emas, hattoki eng chetga tuman hisoblangan Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida ham amalga oshirilgan. Birinchi hududda amalga oshirilgan amaliyot tuman darajasida o'sha Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida amalga oshirilgan va bu hozirgi kunda mana hurmatli prezidentimiz tumanlar aro qo'shma shikastlanish markazlari tashkil qilingan. U yerda o'sha kompyuter tomografiyasi deysizmi, laparoskop apparati deysizmi yoki o'sha zamonaviy operatsionniylar tashkil qilingan bo'lib, bu 35 ta. Hozirgi kunda bu yana ham oshirilyapti. O'sha 2-3 ta tumanga markazlashgan holatda o'sha respublika darajasidagi imkoniyatlarning tuman darajasida tashkil qilinishi bu O'zbekiston fuqarolariga o'z joyida kechiktirilmasdan o'sha tibbiy xizmatni yuqori sifatli, yuqori texnologik tibbiy xizmatni o'z uylaridan ajralmagan holatda amalga oshirilyapti. Mana men bitta voqeani o'zim guvohi bo'lganman. O'sha kardiojarrohman. Amaliyotni bajarish davrida bitta yosh bemorimiz, yosh ayolimiz infarkt holati o'tkazgan va uning sababi haqida men qiziqqanimda, ular 2004-yil farzandlarini o'sha Moskva shahrida transplantatsiya amaliyotini bajarishga olib borganlar va ming afsuslar bo'lsinki, o'sha buyragiga ko'chirib o'tkazilgan donorimiz xavfli onkologik kasallik bilan xastalangan bemor bo'lgan ekan va ona aytib beryaptiki, men shu holatda bolamga o'sha buyrak ko'chirib o'tkazdik, buyrak xastaligidan emas, onkologik xastalikdan bolamni yo'qotganman. O'shandan keyin men yurak kasalligiga duchor bo'lganman. Mana ko'ryapsiz-a, chet elda qanday darajada amalga oshirilgan. Bugun O'zbekistonda shunday darajada yo'lga qo'yilganki, shunday genetik ham onkologik tekshiruvlardan to'la 9 donor hamda resipient o'tkazgandan keyin bu amaliyotlar amalga oshirish imkoni o'zimizda mavjud va bu hamma narsaning qadamma-qadam yo'lga qo'yilishi yoki yo'lga qo'yish imkoniyatini bizga hurmatli prezidentimiz mana shu 4-darajadagi Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan bolalar milliy tibbiyot markazini barpo qilib, buni faoliyatini o'zlari shaxsan ustida turib tashkil qilib berganlar va barcha mutaxassislarimizni o'zlari loyihalashtirib chet elda o'qitib kelganlar hamda hattoki o'sha biz markazimizni faoliyatini tashkil qilish hujjatlarimizgacha o'zlari ustida turib yozganlar va markazimiz bugun u kishini yaratgan loyihalari sifatida dunyoda o'z o'rniga ega bo'layotgan markaz hisoblanadi. Kuni kecha ham o'sha Angliyaning
sertifikatini qo'lga kiritdi. Markazimiz laboratoriya 4 ta laboratoriya tekshiruv yo'nalishi bo'yicha 1 yil davomida o'sha Buyuk Britaniya klinikasi bizga biomaterial jo'natib turdi va 1 yil davomida har oy bir martadan o'sha 4 ta yo'nalish bo'yicha biomaterial beradi va biz ularga ko'rib, ularga biz javobimizni yuboramiz. Klinikamizda mana shunday holat aniqlandi. Ular bu bilan ham bizni analizatorimizga, tekshiruv uskunamizga, ham mutaxassisimizga baho berishdi va 12 oy davomida biror marta xatolik bo'lmaganligi uchun o'sha haqiqatda dunyo standartlari asosida hamda Yevropa standartlariga to'g'ri keladigan darajada mutaxassis ham uskuna bo'lgan degan e'tirof qilib 4 ta yo'nalish bo'yicha sertifikatni kuni kecha qo'lga kiritdi. Qoyil muborak bo'lsin Baxtiyor aka. Hozir siz gapirib o'tyapsiz bu jarayonlarni, o'sha hududlarga borib ishlayotgan jarayonlaringizni gapirib o'tyapsiz. Eshitib biz ta'sirlanib ketyapmiz-da Baxtiyor aka. Hattoki boshqa davlatga chetga chiqish u yoqda tursin, Toshkent poytaxtimizga, o'zimiz diyorimiz bo'lgan poytaxtga kelish u yoqda tursin, hududlarda borib davolanishi o'sha shifokorlarimiz, malakali shifokorlarimiz hududlarga borib bemorlarga davo o'tayotgani, bu albatta buni xursand bo'lib gapirishga arziydigan holatlar. Baxtiyor aka, juda ham xursand bo'ldik sizni ko'rib, tashrifdan boshimiz osmonga yetdi. Nasib etsa, keyingi dasturlarda yana ko'rishamiz degan umiddamiz. Eng asosiysi sizni va hamkasblaringizni ish faoliyatlariga ulkan omadlar tilaymiz biz. Tomoshabinlar esa ayni daqiqalarda O'zbekiston vaqti bilan dasturini tomosha qilyapsiz va hech bir inson, hech kim kasal bo'lmasin. To'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz va sog'lig'ingizga alohida e'tiborli bo'ling. Kasalni davolagandan ko'ra albatta oldini olgan afzal deydi xalqimiz. To'g'ri. Hozir salomatlik haqida, sog'lik haqida gapiryapmiz-ku. Dunyodagi salomatlikni hisobga olganda dunyodagi eng bo'yi baland odam kimligini bilasizmi, Nargizaxon? Demak, siz eng so'ziga urg'u berayotganingizga qaraganda, bu eng baland inson, hozir esladim, Turkiyada istiqomat qiladilar. Bo'ylari hozir 2 metr 51 santimetrga teng. Ismlari esa Sulton Kesen. Sulton Kesen 2 metr 51 santimetr. 51. Baxtiyor aka, endi uzr, yerga keldingiz, sizdan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Bitta turaylik o'rningizda. Bizni ham bo'yimiz hozir nechta? 1.85. Siz bo'yingiz 1.85. Meni bo'yim ham 1.80 dan yuqori. Siz ham yaxshisiz. Lekin Farg'onada shunday yurtdoshimiz borki, Ichki ishlar vazirligi tizimida xizmat ko'rsatadilar ular. 221 santimetrni tashkil etadi bo'ylari. 220. 220. Mayli 1 santimetr yana o'sishlari mumkin. 220 santimetrni tashkil qiladi. Hozir shu bilan bog'liq lavha bor. Baxtiyor aka, birgalikda tomosha qilamiz. Sizga esa rahmat aytamiz. Marhamat. Farg'onalik patrul post xizmati xodimi Sherzod Sirojiddinov o'zining baland bo'yi bilan ommaga yaxshi tanish. U ayni paytda nafaqat Farg'onada, balki respublika ichki ishlar organlari xodimlari orasida ham eng baland bo'ylisi va og'ir vaznlisi sanaladi. Alp Kelbatli patrulning ichki ishlar organlariga qanday ishga kirgani, xizmat jarayoni va boshqa shaxsiy ma'lumotlari ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy hol. Shu bois biz u haqida batafsil hikoya qilishga qaror qildik. Lavhamiz qahramoni 1981-yilda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida tug'ilgan. Oilada 4 farzandning to'ng'ichi. Dadasi Shayxiddin Sirojiddinov ham baland bo'yli inson. Ukalari ham qaddi qomati novchadan kelgan, lekin ularning orasida eng balandi Sherzod Sirojiddinov bo'lib, uning bo'yi 2 metr 20 santimetr, vazni esa 146 kilogramm tosh bosadi. Albatta, bo'ydorlik ularning avlodida bor. Ota-onasining aytishicha, u tug'ilganda naqd 5 kilolik chaqaloq bo'lgan ekan. Dadam aytadi, o'sha polvon, o'sha baquvvat tug'ilganman ekan. Maktabda o'qiganimda ham o'sha opalar, o'sha domlalardan shuni o'chaydim-da. Endi bo'yim baland edi. U 2006-yilda ichki ishlar organlariga xizmatga qabul qilingan. O'sha paytda Farg'ona viloyati ichki ishlar boshlig'i bo'lib ishlagan general O'zbekiston tumani ichki ishlar binosi yonida tasodifan qahramonimizni ko'rib qoladi va Alp Kelbatli o'g'lonni xizmatga taklif qiladi. Bir kun shu xodimlarga yordam bergan deb qoldi. Keyin shu yerda bir kun borib xodimlarga, uchastko'ylarga yordam berdim. Shundan keyin chamasi 10larda endi uyga qaytadigan mahalim, "Qayerga ketyapsan o'g'lim?" deb so'raganda, "Men uyga ketyapman." "Qayerda yashaysan?" deganda, "Shu O'qchida, O'zbekiston tumani O'qchi qishlog'ida yashayman" deganimda, "Shu ishga kirasanmi ichki ishlarga?" deganda, men "Bo'pti" dedim. Formani kiyib, o'sha Qo'qon shahrida
ish faoliyatini boshlaganman. Shu yili u Qo'qon shahrida yo'l patrul xizmati xodimi bo'lib ish boshlaydi. Hozirda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi 1-mintaqaviy hudud patrul post xizmatida safdor xodim bo'lib ishlamoqda. Ayni paytda Farg'ona shahrida istiqomat qiladi. Turmush o'rtog'i uy bekasi, bir nafar o'g'il farzandlari bor. U ham sportda hozir boks sohasiga qiziqib, u ham hozir boks bilan shug'ullanyapti hozir. Hali otizini toy bosadi deydi-yu. Lavhamiz qahramoni kiyim-bosh va poyabzal sotib olishda yaxshigina ovora bo'ladi. Chunki uning o'lchamidagi ust-bosh, poyabzal bozor rastalarida kam uchrashi tabiiy hol. Masalan, 52 o'lchamdagi poyabzal kiyadi. Vaholanki bunday o'lchamdagi oyoq kiyimni topib, sotib olish juda qiyin masala. Shu sababli oyoq kiyimlarni buyurtma qilishga majbur. Damozni to'xtatib, tekshirib, unga jarima yozish kerak edi. Shu homiyaga qo'yib, iloji yo'q, homiyaga qo'yib protokol yozganman. Shu egasi qaralmagan, nima yozganimni ham ko'rolmay, keyin o'ziga aytganman men. Shunaqa protokol tuzildi. Farg'ona shahrida xizmat olib borayotgan patrulni ko'chada hamma yaxshi taniydi. Xizmat hududini aylanib yurganida shaharga mehmon bo'lib kelganlar va birinchi marotaba ko'rganlar ana haligi baland bo'yli patrul deb hayrat bilan qarab qolishadi. Qahramonimiz bunday tomosha talablarga allaqachon o'rganib, ko'nikib ketgan. Spirtli ichimlik ichib olgan, jahliga erk berib janjal ko'tarayotgan, bir-biri bilan mushtlashayotgan shaxslar uni ko'rishi bilan hovurdan tushib, popugi pasayib qoladi. U yurgan ko'chada jamoat tartibini buzuvchilar yura olmaydi. Barchangizga a'lo kayfiyat tilagan holda dasturimizni davom ettiramiz. Suhrob, bilasizmi, hozirgina xabar keldi. O'zbekiston Orhus konvensiyasiga qo'shilibdi. Demak, endilikda ekologik muammolarni hal etishda jamoatchilik ishi yanada kengayadi. Nargizaxon, men ham bir bemalol xursand bo'lib, faxrlansak bo'ladigan bir xabarni aytmoqchiman. Sababi bu xabar kecha tunda ro'y berdi va mamlakatimiz prezidenti Fransiyada ayni daqiqalarda rasmiy tashrif bilan bo'lib turibdilar. Fransiyaning eng oliy mukofoti faxriy Legion ordeni bilan taqdirlandilar. Albatta bu xursand bo'lib, bemalol faxrlanib aytsa bo'ladigan xabar. Bu aynan O'zbekiston jahonga yuz tutayotgandan dalolat beradi. O'zbekistonning ochiqlik, prezidentimizning ochiqlik siyosati amalda ish berayotgandan dalolat bo'ladi. Bemalol bu xabarlarni xursand bo'lib aytsak bo'ladi va shu va boshqa xorij xabarlar bilan hamkasbimiz Ziyoddin Nurizinovga yuzlanamiz. Marhamat. Rahmat. Dunyoda voqealiklari ko'p, ammo biz sizga ularning eng muhim va dolzarblarini O'zbekiston vaqti bilan yetkazishda davom etamiz. Dasturimiz davom etadi. Xabaringiz bor, dunyo bo'ylab ko'llar soni tobora qisqarib borayotgan bir davrda Tibetda noodatiy tabiiy ko'llar hosil bo'la boshladi. Olimlar so'nggi 10 yillikdagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini tadqiq etishdi. Natijada hududda muzliklar erib, tobora yog'ingarchiliklar ko'paygani bois tobora shu bilan suv sathi keskin ko'tarilgan va shuningdek ekotizim, infratuzilma va aholi punktlaridagi ta'sir kuchlari hosil bo'lib, landshaft o'zgarishlariga olib kelgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Tibet platosining shimoliy qismida jarayon nisbatan tezroq kechmoqda. Garchi bu umuman olganda dunyoda qurg'oqchilik jarayonlari jadal rivojlanayotgan bo'lsa ham, bu yaxshi hodisa, ammo olimlar hududda rivojlangan va shakllanib kelgan ekotizim va landshaftga jiddiy putur yetishidan xavotirlarni bildirishmoqda. Xabaringiz bor, kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarida Elon Musk Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trampga Tesla sotdi. Prezident Tramp o'zining shov-shuvli harakatlari bilan tobora ommaviy axborot vositalari e'tiborini o'ziga qaratib bormoqda va AQSh yetakchisi Oq uydan chiqa turib o'zining odatiy The Beast nomli prezidentlik limuziniga o'tirmasdan u yerda yonginasiga qo'yib qo'yilgan yangi Tesla Model S ga o'tirgan. Ta'kidlash joiz, ushbu Teslaning narxi jami hisobda 80 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Shuni alohida aytib o'tishimiz kerak, mutaxassislar ushbu harakatni tobora aksiyalari tushib borayotgan Tesla kompaniyasini qo'llab-quvvatlash uchun qilingan ish sifatida baholashmoqda. Avtomobillar haqidagi yana bir xabar, avtomobillar ucha boshladi. Hayzlar shunday davrlarga ham yetib keldik. Aleph Aeronautics kompaniyasi noodatiy uchar avtomobil prototipini namoyish qildi. Ushbu prototip boshqa avtomobillarga juda ham o'xshash, lekin birgina noodatiy jihati u
ucha oladi va aynan uning uchish masofasi 160-180 kilometrgacha bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Yerda esa 300 kilometrgacha masofani bosib o'ta oladi. Ta'kidlash joiz, ixtirochilar, ya'ni Alif Aeronautics kompaniyasi ushbu yangi avtomobilni 10 yil ichida yana ham modernizatsiya qilib, keyinchalik 400 milya yerda va 200 milya havoda ucha oladigan darajaga olib chiqishni maqsad qilishgan. Xabaringiz bor, yurtimizda juda ham ko'plab insonlar aynan Apple mahsulotlaridan foydalanishadi. Ayniqsa iPhone ular orasida juda ham mashhur va siz ko'rib turgan ushbu iPhone'dagi barcha interfeys va ilovalar yaqin orada butunlay o'zgarib ketishi kutilmoqda. Ta'kidlash joiz, Apple kompaniyasi o'zining 2013-yilda ishlab chiqarilgan iOS 7 interfeysidagi barcha ilovalar va ikonalarning ko'rinishini o'zgartirmoqchi. Yil yakunigacha amalga oshirilishi rejalashtirilgan ushbu dastur Apple uchun umuman vizualizatsion dasturini yangilashdagi noodatiy harakat sifatida baholanmoqda. Kompaniya mutaxassislarining fikricha, bu umuman Apple tarixidagi dramatik o'zgarish bo'lishi mumkin. Shu bilan birgalikda bizda xorij hayotida sodir bo'lgan, ayniqsa yashil maydonlar, dunyo yashil maydonlarida sodir bo'lgan ko'plab yangiliklar bor. Xabaringiz bor, bugungi kunda Yevropada Yevropa Chempionlar Ligasi faol ravishda davom etmoqda va kuni kecha 1/8 final bosqichi javob uchrashuvlari o'tkazildi. Ta'kidlab o'tishimiz kerak, kunning markaziy o'yinlaridan biri Atletico va Real Madrid o'yini bo'ldi va Madrid derbisida Real Madrid penaltilar bosqichida, penaltilar seriyasida g'alaba qozondi. O'yinda esa teng kurashlar bo'lib o'tgan. Bundan tashqari Arsenal kuni kecha PSV bilan o'yin o'tkazib g'alabaga erishdi va yana bir markaziy o'yinlardan birini ta'kidlab o'tishimiz kerak. Kecha Borussia Dortmund Fransiyada Lille jamoasi bilan to'qnash keldi va juda ham qiyin kechgan o'yinda chorak finalga yo'l oldi va uning keyingi bahsdagi aynan chorak finaldagi raqibi hozirda Barselona ekani hammamizga ma'lum. Shuningdek, Aston Villa va Brugge o'rtasidagi o'yin bo'lib o'tdi va unda Aston Villa yakuniy hisobga ko'ra 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Umuman olganda dunyo miqyosida sodir bo'layotgan voqealar juda ham ko'p, lekin biz sizning vaqtingizni va aynan ma'lumotlarni tahrirlagan holatda sizga eng saralarni yetkazib borishda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xorij xabarlari shuningdek kun davomida telekanalimiz orqali ham uzatib boriladi. Dasturimiz davom etadi. Rahmat Ziyovuddin. Kechagi kun qiziq xabarlarga boy bo'lgan ekan. Umid qilamanki, bugungi kun ham qiziq va unutilmas lahzalarga boy bo'ladi. Haqiqatan ham bugungi kun tarixga aylanyapti. Mana shunday go'zal kunimiz. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston vaqti bilan ayni daqiqalarda soat millari 7:31 ni ko'rsatmoqda va mana shu dasturni sizga taqdim etish maqsadida juda ham katta ijodiy jamoa ish olib boryapti. Hozir ayni daqiqalarda, ayniqsa erta tongdan sizga dron kadrlarni ham taqdim etamiz. Shahrimizning go'zal manzarasidan guvoh bo'lishingiz mumkin. Erta tongdan mana shunday a'lo kayfiyatni ulash maqsadida mana shu kadrlarni sizga taqdim etamiz va mana shu kadrlarni taqdim etayotgan tasvirchilarimizga ham alohida minnatdorlik bildiramiz. Nima uchun alohida tasvirchilarga minnatdorlik bildiryapmiz? Sababi aynan mana shu tasvirlarning asosini Xudoybergan Devon yaratganlar va ular ilk marotaba shu ishni boshlab berganlar. Ilk kinostudiyalarini yaratganlar. Bilasizmi, go'zallikni yetkaza olish ham katta mahorat aslida. Har bir kadr esa tarixda muhrlanadi. Xudoybergan Devonovning yana shunday ma'lumotlarni aytishimiz mumkin. Ular haqida hattoki moliya vaziri ham bo'lganlar. To'g'ri, o'z davrida ancha qiyinchiliklarga ham duch kelganlar. Buni esa navbatdagi lavhamizdan bilib olishingiz mumkin. Chunki unda batafsil so'z yuritiladi. Monika Qurbonova qahramon haqida qiziq bir reportaj tayyorlaganlar. Birgalikda tomosha qilamiz. Bu o'zbek kinosining birinchi kadrlari. Siz kuzatayotgan mazkur tasvirlar bundan 100 yil oldin Xudoybergan Devonov tomonidan tarixga muhrlangan. Albatta bugun foto va video san'ati juda ham rivojlanib bormoqda. Lekin o'sha payti imkoniyat bo'lmasa-da Xudoybergan Devonov ilmiy izlanishlar natijasida bizni tarixni xuddi hozirgidek anglab, bilib olishimizga o'z hissasini qo'sha olgan. Xudoybergan Devonovning avlodindanman. Devonov kasbni izlab topgan emas, kasb buni izlab topgan.
Tarix va budallarni qurilishdan tortib, chig'iriq yordamida suv chiqarish, dehqonchilikning og'ir bo'lganligi, lekin shunday bo'lsa-da, aholi vakillari o'sha davrda ham kulgu, hazil mutoyibaga vaqt topganligini bevosita Xudoybergan Devonov tomonidan tasvirga olingan surat va videolarda tanishishimiz mumkin bo'ladi. Islomxo'ja o'z devonxonasi kotibi Xudoybergan Devonovning fotosuratchilik sohasidagi ilk ishlari tajribasini qo'llab-quvvatlagan. 1908-yilda Islomxo'ja va uning ayonlari Moskvaga yo'l olishadi. Xivaliklar delegatsiyasi tarkibida Xudoybergan ham bo'lgan va bu tasodif emasdi. Xudoybergan o'z tarjimai holida safar natijalari to'g'risida shunday yozadi. 1908-yilda Moskvaga borib Pyotr Yoxum degan boydan kino apparat sotib oldim. Bir oy uning xususiy laboratoriyasida pul to'lab o'rgandim. Kino o'ynata turgan apparat va materiallarni sotib olib, Xivaga keltirdim. Vatanga qaytgach, u Markaziy Osiyodagi birinchi fotokinolaboratoriyani tashkil etadi. Bir vaqtning o'zida odamlar gavjum joylarda o'zi olgan lavhalar va xorijdan keltirilgan kinotasmalarni namoyish etib, vatandoshlar orasida yangi san'at turi ommalashishiga hissa qo'shadi. 1908-yilda tom ma'noda o'zbek kinosi tug'iladi. Xudoybergan Devonov nomiga tashkil etilgan mazkur muzeyda e'tiborimni tortgan jihat, belgilangan joyda turib olishingiz kerak bo'lar ekan va telefoningiz yordamida bevosita ekranga qaratadigan bo'lsangiz, Xudoybergan Devonovning aniq, tiniq portretiga ko'zingiz tushadi. Bu yerda megapiksellar shunday joylashtirilganki, faqatgina belgilangan joyda turish yordamida kartinaga ega bo'lasiz. Bugungi kunda Xudoybergan Devonov fotogalereyasidan joy olgan namunalarni xorijliklar ham hayratlanib tomosha qilishadi. Xudoybergan Devonov. Oddiy maktabda qarang, shuncha eksponat. Ina Nurlaboy saroyini qurilishini fundamentindagi rasm qarang buni axir. Bu bebahanasa qo'hir bu. O'sha otash damlarda ham u kamerasini qo'ymadi. Lekin uni nazorat ostiga oladilar. Uning ijodi va yutuqlari barchasi xavf ostida qoldi. Xudoybergan Devonov nohaq ayblanib qatag'onga uchradi. ...1937 yil 17 avgust bir vaqt eshik bir tepkida ochildidan eshikning zanjiri yere tushdi. Ayvonda tikka turdilar hammasi. Jomadonni olib chiq deb buyruq berdilar. Bivijon uyga kirib jomadonni olib chiqdi. Bir milisa jomadonni ochib rasm axtarish bilan mashg'ul bo'ldi. Milisa bir 3 dona kimningdir rasmlarini topib Devon buvani o'zlari bilan olib ketdilar. O'zbek fotografiya san'ati asoschisi Xudoybergan Devonovning ishlarisiz Xorazm va O'zbekistonning tarix solnomasi tugal bo'lmasada, uning nomi o'zbek foto va kinematografiyasi tarixiga haqli ravishda zarhal harflar bilan bitilgan. Xudoybergan Devonovning Xorazm oazisi suratlar to'plami va Turkiston albomi UNESCOning Jahon xotirasi ro'yxatiga kiritilgan. Xudoybergan Devonov nafaqat fotosurati va kino tarixining boshlang'ich nuqtasi, balki tarixni hujjatlashtirgan inson sifatida ham katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda uning nomi qayta tiklanmoqda va uning ishi davom etmoqda. Biz uning obyektivi orqali o'tmishga nazar tashlash imkoniga egamiz. Haqiqatan ham Xudoybergan Devonov nafaqat mohir fotograf bo'lganlar, balki har sohada o'z ishining yetuk namoyandasi bo'lgan desak adashmaymiz. Chunki sababi ma'lumotlarga qaraganda yaxshigina bog'bon ham bo'lgan ekanlar. Hattoki 40 ga yaqin atirgul navlarini aniqlagan ekanlar. Shundan xabaringiz bormidi?
Yo'q, sizdan eshityapman, lekin Endi bilib oldingizmi? Endi bilib oldim, lekin yigit kishiga 40 hunar ham oz deganlaridek, Devonov o'zbek cholg'u asboblarini ham chalgan ekanlar. Ular dutorda, torda Xorazm kuylarini, ayniqsa Feruzni juda ham yaxshi maromiga yetkazib ijro qilgan ekanlar. Mana qanday inson bo'lganlar ular. Har sohada yetakchi bo'lganlar-da. Har sohada yetakchi bo'lganlar. Bir yigitga 40 hunar oz deyshadi-yu, shunga amal qilgan holda biz ham harakat qilyapmiz. Bobolarimiz ham shunday bo'lishgan. Demak, eng iqtidorli, eng ijodkor, serqirra inson bo'lganlar demoqchisiz, to'g'rimi? Men bekorga eng so'ziga urg'u bermadim. Nima deb o'ylaysiz? Nimadir savol bermoqchisiz hozir menga? Demak, odamlar, demak biz aytib o'tdik, eng deb so'zga urg'u berganimizda biz eng bo'yi baland insonni aytdik va eng serqirra ijodkorni aytdik. Mana endi esa eng so'zga biz tabiatimiz chiroyli makonlarga boyligini ta'kidlab o'tmoqchimiz. Eng chiroyli tabiat. Eng chiroyli tabiat. Mana tabiat, Nargizaxon qarang, mana tabiat. Yo'q, men aytmayapman. Quyoshning chiqishini qarang. Shahrimizni go'zalligini qarang. Baland minoralarimizni qarang. Hayot allaqachon qaynashni boshladi Toshkent shahrida. Mashinalar harakat qilyapti odam yoqqa. Odamlar harakat qilyapti, ishga shoshyapti. Sababi ish kuni bo'lganligi uchun. Shuni aytmoqchisiz-da, shu tabiat, shu go'zal manzara. Hozir biz go'zal manzarani ta'kidlab o'tdik. Bu ham tabiat, lekin biz bilasizmi, Ko'rshapalak g'ori haqida eshitganmisiz? Hozir shu savolingizga yo'q, eshitmaganman deyishim kerak ssenariy bo'yicha, lekin eshitganman. Ko'rshapalak g'ori Surxondaryo viloyatida, Boysunda. Aynan Boysunda joylashgan. Va hozir bizda Ko'rshapalak g'ori to'g'risida maxsus reportaj bor. Keling, teletomoshabinlarimizni ichini qizdirib kuttirmasdan navbatni lavhaga beramiz. Biz ayni damda Boysun tumanida joylashgan Temir Darvoza darasidamiz va bu dara ko'pchilik turistlarni, mehmonlarni o'ziga jalb etib nom qozongan. Albatta, bu daradan o'tgan inson borki, mana shu darada bir to'xtab ushbu qorli tog'larga qarab o'tadi. Uni tomosha qilib, mana shunday biz kabi tog'larga qarab boshlari aylanib qolishi aniq. Bunaqangi baland qorli tog'larni ilk marotaba ko'rib turishim, shuning uchun ham menda shunaqangi hayajon bor. Shomurodga mana hozir biz manzilimiz sari tepalikka qarab ketyapmiz. Tasvirchimiz Ilhom aka bizdan anchagina oldinlab ketdilar. O'zi to'g'ri boryaptilarmi? Ha, to'g'ri. Yo'ldan kelyaptilar hozir. Yo'ldan boryapmiz. Hozir qor kechib, loylar kechib, mana tepalikka chiqib boryapmiz. To'g'risini aytsam, tepalikka chiqish mobaynida o'zimizni qanchalik dangasa bo'lib qolganimizni sezdik. Azizlar, biz mana shu g'orga kirishni boshladik. Shomurod aka yo'l boshlayaptilar. Sababi bu g'orga bir necha bor kirib ko'rganman, kelganman dedilar. To'g'risi, men biroz qo'rqyapman. Chunki bunaqa g'orlarga ilgari kirib ko'rmaganman. Ko'rshapalaklarning dunyo bo'yicha 1400 ga yaqin turlari mavjud ekan. Ular ko'pincha 30 yildan 40 yilgacha umr ko'rishar ekan. Ushbu ko'rshapalaklar uchuvchi jonzotlar orasidagi yagona sut emizuvchi hayvonlar sarasiga kirishadi. Ko'rshapalaklar eng yaxshi ko'ra oladigan jonzotlar hisoblanar ekan va buning yana bir foydali tomonlari bor ekanki, ko'rshapalaklarni qishloqlardagi dehqonlarning poliz ekinlariga, mevalariga katta foydasi bor ekan. Qanday foydasi desangiz, albatta zararkunanda hasharotlarni iste'mol qilib o'simliklarni himoyalar ekan. Bu ko'rshapalaklar mana shunday osilib yotish orqali o'ziga kuch to'plar ekan, energiya to'plar ekan va uyquga ketar ekan. Hozir men gapiryapman, lekin mendan yuqorida ko'rshapalaklar galasi turibdi. Buni albatta juda ham hayajonli jarayon. To'g'risini aytsam, hozir uyg'onib qolishmasin deb qo'rqyapman. Uyg'onib qolishmasdan biz o'z manzilimizda davom etamiz. Aziz tomoshabinlar, bizning ajoyibotlarga boy bo'lgan g'or bugungi bizning manzilimiz bo'ldi. Bizning ijodiy jamoamiz bilan birgalikda shu
shunchalik mashaqqatli yo'l bilan bosib kelgan qadamlarimiz bekorga, bejizga ketmadi. Albatta, ijodiy jamoamizga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni kuzatishda davom etsangiz, mana shunday manzillarni, sizlar ko'rmagan va bilmagan ma'lumotlarni sizlarga ulashishga biz harakatdamiz. Qanday go'zal manzara. Men Ko'rshapalak g'orini emas, aksincha daradagi manzarani nazarda tutyapman. Va bilasizmi, bahor kelganini Boysundan bilish mumkin ekan. Boysundan bilish mumkin. Aynan shu sababli Boysunda Boysun bahori festivali o'tkaziladi. Ko'plab dunyodan, jahondan kelib tomosha qilishadi Boysun bahorini va bugun o'zi yurtimizda qanday ob-havo kuzatiladi, ob-havo ma'lumotlaridan bilib olamiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston vaqti bilan dasturida bugun 13-mart kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumoti bilan tanishtiramiz. Yurtimiz shimoli Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ham havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi harorat 2-7 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja, kunduzi 15-20 darajaga ko'tarilishi mumkin. Janubiy hududlar Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja iliq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-7 daraja iliq, kunduzi 17-19 daraja iliq bo'ladi. Hurmatli teletomoshabinlar, sinoptiklarimizning bugungi kun uchun prognozlari hozircha shunday. Kun davomida bahoriy kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling. Ushbu lavhamiz orqali ob-havo ma'lumotlarini bilib oldik, lekin shunday yurtdoshlarimiz borki, qanday ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar, tabiat injiqliklariga qaramasdan qat'iy nazar, issiq bo'ladimi, havo harorati sovuq bo'ladimi, lekin sport mashqlarini o'tashda davom etadilar. Sport bilan shug'ullanadilar. Hattoki yosh katta bo'lsalarda, 82 yoshda bo'lsalarda, yoshlar kabi harakat qiladilar. Qoyil. Ayni damda gapingizning tasdig'i sifatida aytib o'tishim kerak. Lyubov Ivanovna o'z guruhdoshlari bilan birgalikda ekobog'da shug'ullanayotgan ekanlar. Hozir biz ular bilan to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda bog'lanamiz. Marhamat, Tamila Ikramovna. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Aytish lozimki, aynan erta tongdan foydali yumushlar bilan shug'ullanayotgan hamyurtlarimiz bilan bir qatorda sog'lig'iga befarq bo'lmagan insonlar ham talaygina. Umuman olganda bugungi kunda sog'lom inson, sog'lom millat g'oyasi bizning mamlakatimizda umummilliy harakatga aylantirish uchun bir qator ishlar amalga oshirilyapti va buning isbotini biz aynan Toshkentdagi ekobog'ga tashrif buyurib va bu yerda bir guruh hamshaharlarimiz sport bilan shug'ullanayotganini ko'rib buning guvohi bo'lyapmiz va eng qiziqarlisi bugungi kunda nafaqat yoshlar, balki yoshi ulug' insonlar ham mana shunday foydali mashqlar bilan shug'ullanyapti. Aynan mana shu guruhda eng yoshi ulug' inson, ya'ni 82-bahorini qarshi olgan Lyubov Ivanovna Yakovleva ham borlar va ular bilan aynan suhbat qilmoqchimiz. Aynan assalomu alaykum Lyubov Ivanovna. Alaykum assalom.
aynan aytingchi, mana shu guruhingiz haqida bizga ma'lumot bersangiz va nima sababdan aynan mana shu foydali mashqlar bilan shug'ullanyapsiz? Tomoshabinlarimizga aytib bersangiz. Men o'zim Toshkentda tug'ilganman. O'shaning uchun mentalitet, o'zbeklarning mentalitetini juda ham yaxshi bilaman. Ham tilni bilganimga bemalol o'zimda insult bo'lgan 10-yilda. Temir yo'l больницасida yotganimda nevropatolog aytgan, harakat qilmasangiz endi ko'p yasholmaysiz. Shu gaplari menga juda ham ta'sir qilgan. Boshladim, yogaga qatnadim nima. Lekin ikkinchi kasal bo'ldi, ko'ksartroz bo'lgan. 17-yilda o'zimizni больницамizda operatsiya bo'lgan. Endi 17-yilda park ochildi. Park tekin. Endi ro'paramizda shunaqa bo'lganda men o'zim Minora bekatida o'sha yerda yashayman. Lekin qatnashib boshladim. Qo'shnilarga aytdim. Sekin-sekin gruppa kichkina edi-da. Endi sekin-sekin bilaman, o'zbek xalqlar tez kela olmagan, yoshligimdan bilganman-da. Hozir hammasi o'zi kelib turibdi. O'shanga rosa xursandman. Tekin, park tekin, biz ham tekin o'tkazamiz. Soat 7 dan 8 gacha har kuni. Endi bizda dam oladigan kun yo'q. Endi o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Shuni necha yil bo'ldi mana shu mashqlar bilan shug'ullanyapsiz? 7 yil bo'ldi. 7 yil bo'ldi. Xudo xolasa 12-aprelda endi roza odamlar rozani tutadi. Hozir nima qilamiz? 12-aprelda yig'ilishamiz. Hammamiz 7 yilini o'tkazamiz. Bilamizki, sport va sog'lom turmush tarzi nafaqat mana shu mashqlar, balki to'g'ri ovqatlanish bilan ham bog'liq. O'zingiz mana shu to'g'ri ovqatlanish qoidalariga amal qilasizmi? Eng birinchi o'zim 9 ta farzandlarni tug'ib, qornim ham katta edi, o'zim ham govdaligim ham shunaqa nima bo'lgan. Lekin qiyin, yurganingizga hamma narsa ta'sir qiladi. Lekin sekin-sekin to'g'ri endi yeyishga azgina-azginadan 5 mahal yesangiz ham 6 mahal yesangiz azginadan yeyish kerak. Endi ko'p yeb, to'yib yeyish mumkin emas. Shu bilan shunaqa bo'ldingizlar, rosa o'rganib qolganman. Xudoga shukr, qorin ham yo'q, nima ham yo'q, yengil bo'ldim. Va eng bizga qiziqarlisi mana teletomoshabinlarimizga aynan eng sevimli mashqingizni ko'rsatib bersangiz va uning foydasi haqida gapirib bersangiz. Endi men sizlarga aytaman, men bu tomirlar juda ham nozik. Endi tiqirib qoladi, nima bo'ladi, operatsiya qilib implant soladi o'sha yerga. Endi odamlar qiynalmasin, ishlatish kerak. Men shundoq qilib, endi misol mana 5 gacha sanaymanda, sanayotgan paytimda shundoq boshingizni aylantirib nima qiladi. Undan keyin bu tarafga ham shunaqa qilib mashqlarni nima qilganingizdan keyin 2 marta mana shunaqa bo'tga ham nima. Shunaqa qilsangiz, Xudo xolasa, endi hech kimda yo'q. Endi bir marta ham aytmagan. Lufan nimam og'riyapti deb. Ilgarichi shunaqa bo'lgan. Voy, men nima qila olmayman deb. Hozir unaqalar yo'q. Demak, sizni guruhingizda shug'ullanayotgan barcha insonlar o'zini yaxshi his qilyapti, tez his qilyapti va aynan shu mashqlarning foydasi juda katta, shundaymi? To'ppa-to'g'ri. Rahmat sizga Lubofovani bergan ma'lumotlaringiz uchun. Albatta biz mana shu kabi insonlardan motivatsiya olamiz. Barcha yurtdoshlarimizni ham aynan sog'lom turmush tarziga rioya qilishlariga tavsiya beramiz, so'rab qolamiz va albatta keyingi dasturlarda yana mana shunday insonlarga o'xshagan hamyurtlarimiz haqida ko'proq hikoyalarni sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Rahmat hamkasblar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana shu onaxonimizga rahmat aytamiz. Lyubov Ivanovna 82 yosh bo'lishlariga qaramasdan sport bilan shug'ullanyaptilar va o'zbek tiliga bo'lgan hurmat uchun ularga alohida minnatdorlik bildiramiz. Dunyodagi eng keksa ayol braziliyalik Lucas Canabarro hisoblanadi. U hozirgi kunda 117 yoshda. Onaxon nasib etsa u yoshdan ham o'tadilar. Dunyodagi eng keksa ayol bo'ladilar nasib etsa. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana shunday sport bilan shug'ullanaversalar.
Albatta, gaplaringizga qo'shilaman. Juda Siz ham sport bilan shug'ullanasizmi, yugurib turasizmi? Albatta yugurib turaman. Ayniqsa tongi dasturga shosha-pisha yugurib kelishlarini hisobga oladigan bo'lsak, bu ham sportda bir ajoyib turi deb o'ylayman. Tongi dastur bo'lmasa yugurmaysiz? Yo'q, undan ham oldin yugurardim. Endi hozir teletomoshabin oldida uyaltirish yoqimli bo'lyapti. Mana shu fursatlarda xayrlashish fursatlari yaqinlashdi azizlar. E'tibor uchun rahmat aytamiz. Bugun ham dasturimizni tomosha qildingiz. O'ylaymizki, bugungi dasturimiz ham sizga manzur keldi. Bugungi dasturimiz davomida biz asosan xalqimizni sog'liklarini asrashlariga da'vat qildik deb o'ylaymiz va 60 daqiqa jonli efirda hayajonli daqiqalarni biz bilan o'tkazganligingiz uchun barchangizga tashakkur deb qolamiz. Salomatligingizga befarq bo'lmang. Sog' bo'ling. Xayr.